Xush, assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamasdan. Bugungi videoda sizlar bilan kaksikda Alisa Extreme va Gidro. Bugungi video vapshe boshqacha video bo'ladi. Bugungi videoda biz men bilan Gidro challenge bajaramiz. Qanaqa challenge desalaringiz, men sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Xush, Shokirov degan va Otafefe degan bular bizani jostki stream sniperlarimiz. Ikkalasini chaqiruvdim va Gidroni chaqirdim. Gidroga shunaqa o'zim challenge berdim. Bajaramizmi? Qo'lingizdan keladimi? Kuchlimisiz yo'qmi deb aytdim. Men kuchliman dedi va meni challengeimni принимать qildi. Xush, challenge nimadan iborat? Challenge shunaqa, что menga Gidro $50 berdi. Keyin men $50 berdim. O'sha $50 qo'shib $100 bo'ldi. Stream sniperlarga ultimatumda stream sniperlarga protiv 2 ga 2 o'ynaymiz. Gidro men bilan bo'ladi, ikkita stream sniper alohida bo'ladi. Agar bizadan Gidro bilan mendan kim eng ko'p kill qilsa, $100 o'sha insonniki bo'ladi. Gidro, assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Gidro boboylar. Короче, mana Alisher bratimiz o'zlar tushuntirib berdilar. Biz 2-2 ultimatum o'ynaymiz va eng ko'p kill qilgan inson $100 sohibi bo'ladi. Men o'zimni $100 yutib olish uchun aynan mana shu shartga rozi bo'ldim va biz mana shu ikkita igrok bilan ultimatum o'ynaymiz. Davay. Xush, sizlar deyishlaringiz mumkin. O'sha $100 qani to'dasida? $100 meni qo'limda turibdi. 100 menga klik qilib Gidro tashladi va men o'sha pulni kaksikda $100 живой naqd qilib oldim. Agar kim yutsa, mana shu pul o'sha insonni cho'mchagiga qoladi. Agar qaysi men ili Gidro qaysi birimiz ko'p kill qilsak, o'shani cho'mchagiga qoladi. Bular Shokirov, sizlar bemalol salom alaykum qilishlaringiz mumkin, bemalol. Assalomu alaykum Alisher. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Xush, Shokirovni taniydigan bo'ladi. Bu Otafefe original emas. No, bular bizani jostki stream sniperlarimiz. Va nadiyus kontent zo'r chiqadi. Oldindan kanalimizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yib, like'larni bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlarga qiyin emas, bizga приятно bo'lardi va biz boshladik. Endi ortda ko'rasizlar. Xush, bizga уже komita boshlandi. Nadiyus Yumpa Zigel Dravash. menga ham xuddi shunday. Gigil yumpik drabash. Normalniy nadiyus yutaman deb o'ylayman. O'yinda вообще farqi yo'q. O'tib demasdi bular. Hey, o'qim tegmayapti. O'qim Bu tegmayapti. stream zaperlar. O'ldirdi bu stream zaperlar. Ay, urib qo'yganini qarang. Qani u? Ana maytda bo'lish kerak deb. Bittasi minus, o'sha tayyor, bittasi tayyor o'sha. Ana ikkinchisi keng. Siz ham keng. Ya, asta chiqib kelinglar. Hop. Birinchi raundda o'zi menga ketyapti, yo'landa. Hoy. Asta qisilib qoldim. Bo'lay. Imanda va o'qim tugab qopti. Yo'y, bitirishlar qaranglar uni. Manda o'zi birinchi raundda menga ketyapti. Qazin. Ya, olib qo'yaman, qarang, o'rganing, qana nechib berishni o'rganing. Hey, os. Shokirov yutsa, mana Shokirov masaga balet qilaman. Bitta tegdi, ikkinchisi. Hoy. Nima bu? Hoy. Уже tezroq urgancha aniqlikda qo'yishadi. Qani bular? Yoki ancha. Qochib yurishyapti-da, mendan qochib yuryapti-da bular. Minus bitasi. Meni kilim chopdingiz, men Yo, men hech kimni kildan chopman men. Qani bu bo'lacak? Hey, menda. Qani? Baxting, ketmang, nariga. Давай. Ochsak, блин, sekin ochma, kiraman, qarang. Ye. Ay, blin. Voy, Zo'r. Menga qoldi bu prisacha. Meni yeysan, meni o'ldirsan. Yo, aytmadim. Normali. Da, kimdir o'zi bu yerda yuti, aniq kim nimadir bo'ladi, endi nimadir. Хорошо, bittasi minus. Hey, men o'qiydim. Bittasi tegdi.
ikkinchisi o'zim Ye. Minus. Хорошо. Maldo. Хорошо. $50 meniki, $100 meniki. Menga qoladigan bo'ldi. bir round qoldi, bir round. Kalkuyla chat bo'ldi. Nikuya себе, bir round qoldi. O'ynamay turingsiz. Ya. O'ynamang. Ha, pul keladigan. Minus. Oshalik. Yo'q. Mana bitasi. To'xtang. Bu menga. Qani? Yomon shoshilyapman-da. 8 oling. Voy, ey! Urib qo'ydi meni. Voy. 60 deydi. Voy! Qo'ydi meni. Voy. 60. Voy! Oshalik.